Salom hammaga, sizlar bilan Zuhriddin Gaming kanali do'stlar. Sizlarni yangi videoda ko'rib turganimdan bahoyatda xursandman. Videomizni qo'llab-quvvatlagan holda bir donagina laykni bosib qo'yish esdan chiqmasin. Men esa sizlarga 3.8 versiya haqida qisqagina ma'lumotlar berishni boshladim. Qani ketdik unda. Birinchi ma'lumotimiz, tug'ilish orolimiz mana shunaqa chiroyli effektlarga ega bo'lib, dizayni ham o'zgacha bo'lgan. Yangi kartamizni ko'rinishi shunaqa dizaynlarga ega. Bu Bugatti sezonimiz metro tematikasiga moslangani uchun tepada metrolarimiz qo'yilgan. Hammasi oldingi sezonlarimizda kim esida bo'lsa, metro bo'lganda yer ostida bo'lgandi. U metro ko'pchilikka yoqqandi va zombilar ham bo'lgandi o'sha paytlari. Kim eslasa shu sezon nechinchi sezonligini kommentariyaga yozib ketsin. Hozir bu yerda farmdagi eventimizga tushib olyapman. Bu yerda ko'rib turganlaringizdek havo sharlari va tutun effektlari, dizayni juda ham chiroyli o'zgaribdi. Oldingi videolarimda bu narsalar bo'lmagandi, chunki to'liq ishga tushmagan 3.8 versiya hamda iPaddan bir ikkita narsalarni ocha olmagandi. Shuning uchun bu videomiz qisqaroq va lo'ndaroq bo'lgan. 3.8 versiyamizda ham urg'unchak turini qaytarish faqatgina boshqacha dizaynda va boshqacha effektlar bilan ko'rib turganlaringizdek bu yerda juda ham uzoqlarga ucha oladi va ikkita turi bo'ladi bu yerda. Va ketma-ket bossangiz ham ketaveradi va energiyasi ham uzoq vaqtga yetar ekan. Endi esa eventni katta yashigini ochib ko'ramiz, qanday nimalar berar ekan. Oldingi videolarda faqat beril bergandi. Hozir yangilab kirganimdan so'ng qanday o'zgarishlar qanaqa? Bu yerda o'zgarishlarimiz qutda ham yo'q. Oldin hech bo'lmasa berilib berganda u ham yo'q. Faqatgina soatimiz ochildi. Oldin mana shu yerdan chiqa olmay o'lib ketgandim. Endilikda esa bu yerdan sakrab o'ldim. Mazami mayda eventchaga ham kelib oldim. Bu yerda relslardan yugurib ko'ryapman. Oldingi sezonlarimizda bilsalaringiz, qorli zona bo'lganligi uchun relslar ham qorli bo'lgan. Hozirgi paytda temir yo'l, ya'ni metro tematikasiga moslashib, hammasini relsli qilgan bu yerda. Buni o'lchagichimiz menimcha yaxshigina o'tlarni bersa kerak. Anchagina bosim, lekin foydasi yo'q, hali ishga tushmagan bu narsa ham. Eventimiz ichiga yana bir marta qaytib keldim va bu yerda yaxshigina loot beradigan joyini o'tkazib olib ketgan ekanman. Hozir bu yerda ochamiz va nimalar berar ekan. Do'stlar, bizning kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Tez kunda open case videolarimiz hammasi chiqadi. Bundan da qiziq kontentlarimiz oldinda hali. Videomizda xato va kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketishni unutmang. Chunki har bitta kamchilikni yozsangiz, men keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilaman. Hozir bu yerda olyapti, yo'q, nima bo'ldi? Kapsularga o'xshash narsa. Qaramiz mana yaqin. Nima berasan? Yaxshi, o'zini ko'taradigan va avuk, Torfix, sniper skarja. Yaxshi bo'ladi bu ham. Bu yerda nima borligiga qiziqib kelgandim. Bu yer esa ko'ngilochar park, ya'ni attraksion ekan. Shunaqa qilib minsa uchsa bo'lar ekan. Bu yerda kishi bemalol. Bu yerda e'tibor beradigan joyi hech qanday оружие yo'q. Menimcha bu yerda ochish olmasa kerak dushmanlar bilan. Shunaqangi qilib videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Do'stlar, videomizda xato va kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketishni unutmang. Keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilaman. Hammaga rahmat.